Oqtoq kasalligi haqiqatdan ham tuzalmaydigan kasallikmi? Qizlarimizni turmushga chiqa olmasligi, yigitlarimiz uylana olmasligi, bu dard tuzaladimi yo'qmi? Yoshlarimiz armiyaga ketmoqchi bo'lsa, tanasida oqtoq bo'ladigan bo'lsa, insonlarning kelajagiga ta'sir qilyapti, oila qurishiga ta'sir qilyapti. Bu kasallikni o'zi aslida davosi bormi, yo'qmi? Tuzalmaydigan dard bo'lmaydi. Aziz do'stlar, oqtoq kasalligi haqiqatdan ham tuzalmaydigan kasallikmi? Insonni xavotirga soladigan, tushkunlikka tushiradigan, ishlarini yurishmasligiga, qizlarimizni turmushga chiqa olmasligi, yigitlarimiz uylana olmasligi, kayfiyatini tushib ketishiga va hokazo muammolarga olib keladigan dardmi? Ko'pchilik bemorlarimizda o'ylantiradigan savol, ya'ni bu dard tuzaladimi yo'qmi? Bugungi videoni albatta ko'ring. Aynan mana shunaqa sizni qiynab keladigan, uzoq vaqtdan beri tushkunlikka tushishingizga sababchi bo'ladigan savollar va ularning yechimlari haqida gaplashamiz. Oqtoq kasalligi bilan qabulimizga minglab insonlar murojaat qilib kelishadi va ushbu bemorlarimizda ko'rgan holatlarim haqida xulosa qiladigan bo'lsak, ko'pchilik insonlarni jamiyatdagi faoliyatiga albatta ta'sir qiladi. Misol uchun, yoshlarimiz armiyaga ketmoqchi bo'lsa, agarda bu insonlarni tanasida oqtoq bo'ladigan bo'lsa, bu armiyaga ketolmaydi yigitlarimiz. Bundan tashqari, agarda biron bir faoliyat bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, masalan, oshpaz bir akamiz o'sha o'zini qiladigan ovqatlarini insonlar olmaganligini bizga aytib berganlar. Ya'ni o'zini qilib turgan ishida minusga ketish, ya'ni o'sha ishini yurishmasligiga ham sababchi bo'lgan holatlar ko'rganmiz. Bundan tashqari, o'zini qo'ni-qo'shnilar bilan har xil to'y marakalarga borish, jamoat tadbirlariga qatnashishdan ko'pchilik insonlar o'zlarini olib qochishadi yoki ko'ngillariga sig'maydi. Mana shunday tadbirlarga qatnashish, borish, ko'rishish, mana shunaqangi noqulayliklarga albatta sababchi bo'lishi hech kimga sir emas. Bundan tashqari, eng ko'p uchraydigan va ko'pchilikka yomon ta'sir qiladigan holat yigitlarimizda uylanishi, qizlarimizda turmushga chiqish holatlari, ya'ni quda andachilik holatlariga ham oqdog'i bor holat juda ham katta ta'sir qiladi. Ya'ni men qudalarimni oldiga chiqa olmayman, qanday qilib qizimni turmushga beraman yoki o'g'limni uylantiraman degan savol aynan bizni yurtimizda mana shu qiyinchiliklarga sabab bo'ladigan, tushkunlikka tushishga, xavotirga tushishga sabab bo'ladigan holatlardan hisoblanadi. Ya'ni xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu kasallik insonlarning kelajagiga ta'sir qilyapti, ishiga ta'sir qilyapti, oila qurishiga ta'sir qilyapti va hokazo uni emotsional holatiga, ish qobiliyatiga, yashash tarziga albatta ta'sir qilmasdan qo'ymayapti. Xo'p, aziz do'stlar, mana bu kasallik insonlarga mana shunchalik tashvishlarga, demak, xavotirlarga sababchi bo'lar, demak, bu kasallikni o'zi aslida davosi bormi, yo'qmi? Bu kasallikdan shifo topgan insonlar bormi? Shifo topsa bo'ladimi? Tuzaladimi, yo'qmi? Mana shular haqida, yechimlar haqida gaplashamiz. Aziz do'stlar, yaxshilab tushunib oling. Ya'ni men hozir shunchaki gaplarni aytmayman, haqiqatdan ham bor fakt bo'lgan holatlar haqida gapirmoqchiman. O'zi aslida tuzalmaydigan dard bo'lmaydi. Lekin tuzalmaydigan bemor bo'ladi. Nima uchun? Chunki inson agar nimani niyat qiladigan bo'lsa, albatta o'sha niyatiga erishadi. Demak, ushbu kasallikning davosi bormi? Bor. Dard bormi? Davosi bor degan. Shu sababli har bir inson niyatiga yarasha, demak, olaykan bu hayotda. Xavotir bu niyat ekan. Qo'rquv bu niyat. Tuzalmasachi, ko'payib ketsachi va hokazo holatlar bu hammasi niyat ekan. Ya'ni biz nimani niyat qilsak, shu narsaga erishaykanmiz. Shu sababli ham agar siz ushbu kasallikdan qutulmoqchi bo'lsangiz, bitta qoidani hech qachon esingizdan chiqarmang. Agarda ushbu hayotda minglab oq dog'i bor bemorlar ichida
bitta bo'lsa ham agar bemor shifo topgan bo'lsa, demak men ham shifo topaman degan niyatni qilib qo'yishingiz kerak. Ya'ni imkoniyat har doim hammada bor. Izlanuvchi insonlar, kuchli insonlar o'limdan boshqa hamma narsani imkoni bor deb izlanishda bo'lishadi va qo'ygan maqsadlariga albatta erishishadi. Qabulimizga minglab insonlar kelishgan. Qanchadan qancha insonlar bu darddan allaqachon 100% shifo topishga erishgan. O'zi aslida bu dard bilan, demak, tuzalgan bemorlar, umuman kasallangan bemorlar o'zini dardini yashirib yurishadi. Lekin shunga qaramasdan biz juda ham ko'plab bemorlarimizdan tuzalganlardan keyin odziv olganmiz, ya'ni xulosalarni olganmiz. Haqiqatan o'zi bu dard tuzala ekanmi? Mana siz shifo topibsiz, bizaga bir bemorlarni shifo topishi uchun bir gapirib bering, o'zingizni tuzalganligingiz haqida deganimizda juda ham kam inson bu narsaga rozilik berishadi. Qanchadan qanchasi rozilik berishmagan. Yo'q, men doktor bu haqda men ayta olmayman, gapira olmayman deb, demak o'zlarini olib qochishgan. Lekin shunga qaramasdan juda ham ko'plab bemorlarimizni 100% natija ko'rgan bemorlarimizni albatta YouTube, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda bemalol tanishib chiqishingiz mumkin. Xo'p, mana ko'plab insonlar bu darddan shifo topgan ekan, demak davosi bor ekan, lekin nima uchun xalqimiz orasida, ko'pchilik insonlarning orasida bu dard tuzalmaydi deyishadi? Chunki bu insonlar o'zlari internetdan nimanidir olib, qo'llab ko'rishgan, kim nima desa qilib ko'rishgan, hali bu dardni davolamagan insonlar bilan gaplashgan, unisiga tavsiyalariga amal qilib shifo topmagan bemorlarni xulosalariga e'tibor qilib, demak bu dard tuzalmay ekan degan xulosaga kelishgan. Men nechta joyga bordim, shifo topolmaganman, buni hech kim davololmaydi, chet elda ham buni davosi yo'q. Men ko'plab insonlardan so'raganman, vrachlardan so'raganman, ular bu dardni davosi yo'q degan deb, demak mana shu insonlarni gaplariga, xulosalariga quloq solib, mana shunday bu dardni davosi yo'q ekanda degan xulosaga kelishgan. Shu sababli aziz do'stlar, biz har doim yechim izlashimiz kerak. Nimani ko'p o'ylasak o'sha narsa bo'ladi. Agar biz kasalligimizni ko'p o'ylaversak, o'sha kasalligimiz ziyoda bo'ladi. Agar biz shifoni o'ylaydigan bo'lsak, sog'likni, sog'ayishni o'ylaydigan bo'lsak, albatta sog'ayish ham bo'ladi. O'zi aslida bir gap bor. Ya'ni sen nimani ko'p o'ylasang, shu narsaga erishasan. Agar xarajat o'ylaversang, xarajating ziyoda bo'ladi. Daromadni o'ylasang, daromading ziyoda bo'ladi deydi. Shu sababli biz agar imkon izlasak, yechim izlasak, har doim yechim bor. Vaqtimizni, demak, keraksiz narsalarga, bizni tushkunlikka tushiradigan, vaqtimizni oladigan, xavotirga soladigan narsalarga emas, yechim qilishga sababchi bo'ladigan, atrofimizdagilarni, insonlarni, yaqinlarimizni xursandchiligiga sababchi bo'ladigan ishlarga agar vaqtimizni sarflaydigan bo'lsak, hayotimiz go'zal va albatta har bir muammoga yechim topamiz. Ko'pchilik insonlar bir o'xshatishni aytishadi, ya'ni hayotda hammamiz bilamizki, asalari va pashsha. Asalari har qanaqangi holatda gul qidiradi. Ya'ni axlatxonani ichiga bitta gul bo'lsa ham, o'sha gulga borib qo'nadi va o'zini maqsadiga erishadi. O'sha joydan kerakli narsasini oladi. Pashshachi? Pashsha gulzorni ichida bir dona axlat bo'lsa, ana shu axlatni ko'radi, o'sha narsaga boradi. Shu sababli bizni hayotimizni go'zal qiladigan narsalar hayotda juda ham ko'p. Shu sababli biz vaqtimizni faqatgina yechim, muammolarimizga yechim oqtarishga, yechim qilishga, shifoga, yaxshi narsalarga, xursandchiliklarga sarflaydigan bo'lsak va mana shu narsalarni o'ylasak, mana shu narsalarni maqsad, niyat qiladigan bo'lsak, albatta niyatimizga erishamiz. Aziz do'stlar, agarda sizda yoki yaqinlaringizda ham oqtoq kasalligi bo'lib, mana shunday tushkunlikka tushib,
turli xil mutaxassislarga borib shifo topolmayotgan bo'lsangiz, albatta klinikamizga keling. Bu yerda davolanib shifo topgan bemorlar bilan o'zingiz o'z ko'zingiz bilan ko'rib, suhbat qilib, ishonch hosil qilganingizdan keyin bemalol davolanishingiz mumkin. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Manzilimiz Samarqand shahri, Mahmud Qashqariy ko'chasi 84-uy, Mo'ljal Royal Hall restorani. Agarda videomiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang. Agarda sizda qanaqadir savollar bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Keyingi uchrashuvlarimizda albatta muhim bo'lgan, ko'pchilik uchun qiziqarli bo'lgan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha.